Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan akalarimiz, ukalarimiz. Barchangizga bugungi dam olish kuni xayrli va barakotli o'tsin. Xudo xolasa bugunga chiroyli, yirik bo'g'oz qo'ylarda olib kelgan ukamizni xonadonlariga kelganmiz. Xudo xolasa monolarni sizlarga ulash niyatida video syomkalarni boshladik. Akalar, bugun hafta kuniga yakshanba dam olish kuni 2025-yil 21-dekabr. Xudo xolasa biz video syomkalarimizni Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'ida arzonchilar, o'ttimchilar qishlog'iga kelganmiz. Xudo xolasa elita variantlardan, yirik variantlardan so'ragan akalarimizga bugun maxsus video qilib beramiz. Xudo xolasa videoni boshidan bittadan like bosib, kanalga kommentariy yozib, chiroyli fikrlaringizni qoldirib o'tasizlar. Biz sizlarga mana bunday chiroyli video obzor qilishda to'xtamaymiz. O'sha arzonchi Islomjon ukamizni xonadonlariga kelganmiz. Islomjon, tuzyapsiz? Charchamang. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa bugungi kun hammalaringga xayrli bo'lsin. Akalar, videoni davomida boshida like bosib qo'ying. Xudo xolasa o'sha Bahramjon aka kami 85 bilan 90 pil sovg'alar elita hisorsizdan keldi. Yirik variantidan olib kelgan. Bugunga Xudo xolasa qo'y qilib olib baqi yuraman degan akalarimizga mana chiroyli variantidan yetib kelgan ekan. Xudo xolasa o'sha bu Qirg'izistondan qo'y o'tmasdan oldingi qo'ylar bo'lardi-yu, zo'r-zo'rlaridan. Oldingilarda sariq kashtanlar bo'lardi-yu, o'shaqalarni olib kelganman aka. Xudo xolasa qo'ylarni zo'rlari kelgan. Oxirigacha ko'rib tursan, narxi chiroyli qilib qo'yni holatiga yarasha chiqarib beramiz. Narxini qo'yni o'ziga yarasha qilib chiqarib berasiz, Xudo xolasa. Xo'p, Islomjon, necha partiya bugunga? Aka, 2 partiya qo'y chiqaramiz. 2 partiya qo'y chiqadi. Hop, Faqat gigantlar chiqadi aka. faqat katta variantdagi qo'ylar chiqadi. Bugun unaqa pacha video bo'lmaydi. Bugun normalni qo'ylarni olib kelib qo'ygan aka, seryozniylardan kelgan qo'ylarni. Hop, bularda birinchi partiyamizga nechta dona soni? Aka, 10 dona bir pachka. 10 dona bir pachka, yirik variantida. Akalar, qo'y qilib olib yurib, baqaman men 3-4 yil yetalayman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Bundaqa kashtan variantlardan bo'ylari ham 90 pilisigacha bor ekan. Pas 85 dedingiz-a? Aka, pas chiqsa 85, yo'qsa 87-8 chiqadi pasi. Pas qo'y o'zi yo'q, akalar, ko'rib turibsizlar, hammasi yirik variantlaridan. Mana qo'ylarda 90 dan kam chiqmaydi. Ha. Akalar, 93-95 gacha chiqadi. mana shu dumbarazirlar. Girini ko'rsatingiz. Mana akalar, yaqinda tug'ilgan variantlar. Bir haftaga qolmaydi tug'ishi. Xudo xolasa uyga olib borasizlar, kami bir hafta. Akalar, Kami bir hafta. o'g'i ham zo'r ekan. Hop, birinchi partiyamizga 10 dona ya. Birinchi partiyamizga 10 dona aka. 10 dona qachon yetib keldi bular, Islomjon? 2 kun bo'ldi kelganiga, hali rosmana charchog'i ham chiqqan. Rosmana charchog'i ham chiqqan yo'q. Yeb ichishlari sinovdan o'tgan, Xudo xolasa, yeb ichishlari yaxshi. O qo'ydi, qaranglar aka, rangiga bitta like, o'ziga bitta kommentariy yozib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa bittadan kanalga obuna ham bo'lib qo'yasizlar aka. Bunaqa qo'y qilib yurgan qarindosh urug'. Mana akalar. O'rtoq qo'shnilarga aka politsiyaga jo'natib qo'yishaveradi. Kanalda yangi mehmonlar obuna o'tirsa, bunaqa qo'ylar tashab turaverasizlar akalar. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, Xudo xolasa sizlarning ko'maklaringda chiroyli video obzorlarni biz har kuniga davom etkazib chiqarib beramiz, Xudo xolasa. Hop, Islomjon, bularning yosh oyliklari qanaqa? Aka, yosh oyliklari bularda aka 4-6 tish. 4-6 tish, bitta ikkitadan tuqqan, Xudo xolasa. Qarisi yo'q ichida. Hop, Islomjon, yosh oyliklari qanaqa edi bularni? Aka, 4-6 tish, bitta ikkidan tuqqan qo'ylar. 4 tish, 6 tish, birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan, Xudo xolasa akalar. Qirg'izistonda aka eng birinchi qo'ylardan, sort Qozog'iston qo'ylardan kelgan aka. Yirigidan, gigantidan. Mana akalar. Buni qo'ylarni ko'rsatinglar. Mana akalar. 90 dan kam chiqmaydi bu. Oq yuzdan so'ragan akalarimizga bariqqa suringchi, dumba boshlarini ham bir ko'rsatib o'taylik. Qaranglar, osilib ketmagan dumbalar, ha. Hammasi aka chiroyli holatda. Mana. Qo'y, yuzini ko'rsating, janavarida. Ikkita tuqqan qo'y 6 tish. Mana. 3-qoringa bo'g'oz aka. Hop, bo'ylarini nechiga beraveramiz, Islomjon? Balandini eng pastini ayting, o'shanga olisha oladi. Balandini 90 pilisga olishsin. 90 pilisga olisha olmas. Ko'p balandroq kelgan emasdan ajratib turib. 92 yoshini bo'ldi. Qolgan 92 90. Aka, pasini 85 pilisga olishsin aka. 85 pilisga pasini. Obunachilar xolasa 10 dona ya soni. Bir pachka 10 dona. Bir pachka. Narxi qancha, Islomjon buni? Aka, narxini bir joyga olaman degan akalarimizga Akalar, 8 chiqarib beraman aka, bir joyga olsa o'ttimga. 8 million 500 ming so'mdan yirik variantlar akalar, mana qo'ydi qaranglar.
8 milyon 500 ming so'm deyapman. Hozir kommentariyada yozishlari mumkin, telefon qilsa ekan, mol beradi deydi. Lekin mol demasa bo'ladi. Keyin buni ham olsa bo'ladi. Bu bitta mol, bitta buni olib boqib ko'rsam, foydasi qaysini yaxshiligini keyin bilib olishadi. Akalar. Va xolasa qiziqqa obunachilar telefon qilaverasizlar, ishni bitirib. Bundaqa Bahrom aka bodom gullaridan ham bor bitta. Bodom guldan. Hop, narxini kelishtiring Islomjon buni. Aka 8,5 dan deyapman, telefon odamga chiroyli qilib xayrini o'tib beraman aka. O'ttimga bir joyga olaman degan. Qancha o'tib berasiz Islomjon? Chiroyli qilib narx aka qilib bering bugunga. chiroyli qilib ishqiboz bo'lin deysa aka 8 million 400 mingdan beraman. 1 million kam bersa aytgan narximga 1 milliondan kam beraverasizlar, 10 ta qo'yga xohlasan akalar. 8 million 400 ming so'mdan bir joyga dastlabkasi qayergacha? agar videoda katta ko'rinyapti, katta bo'lsa aka qo'y kichkina qo'ymas. Ustiga kelib ko'rsalangan bo'laveradi imkon bo'lsa akalar. aka o yarim kechasi bo'lsa ham ustiga kelib ko'rsin aka. 24 soat aloqada bo'lamiz. Xudo xolasa lakkasalar tashlab beramiz. Islomjon yana tushib bering bu narxini 8 million 400 demang. 50 mingdan tushib beraymi aka? Butun bolasiz Islomjon sizdan. Bo'ldi. Aka oldim deysan 8 million 300 dan aka. Toshkentga dastlabkasini qo'yaman bir joyga. Barakasini bersin akalar. 8 million 300 ming so'mdan yirik variantda xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Aka ustiga kelib ko'rsalangan bo'laveradi. To'g'risi videoda kichkina qo'y katta ko'rinadi, katta qo'y kichkina ko'rinadi-da. Lekin qo'ylarni suyagi yirik variantlardan akalar. Xudo xolasa ustiga kelib gaplashsalar ham bo'laveradi. Lakasasini chiroyli qilib tashlab berasiz. Hop tanlab olaman deysa-chi? Aka tanlab olaman deysa, telefonda kelishaveramiz aka. Telefonda kelishasiz. Chunki buni ichida ancha puldan bermaganlarim bor. O'shanga o'qdim bolasini yengil qilib. Telefon qilasizlar akalar, ish bitaveradi. Xolasa biz keyingi partiyamizga o'taveramiz a? Partiyaga ko'ramiz aka. Ketdik. Yirik narsalar bular. Hop. Ikkinchi partiyaga ham da xolasa bundaqa sariq variantlaridan kelgan ekan. Da xolasa soni nechta ikkinchi partiyamizga Islomjon? Bu yerda ham 10 dona aka. Bu yerda ham 10 dona bir pachka. Bularni ham bo'ylari baland bo'ylar ekan a? Aka 85. 85. Baland 85 aka. Bunda qoralar bor 90 dan chiqadi aka bu ikkitasi. Baland 90, pastchi. Aka 85 qolish olsin. 85 ga olaverasizlar akalar. Da xolasa bo'y bastimi. aka. Yosh oylilari qanaqa? Yoshliklari zo'r aka, 4-6 ish. 4 ish, 6 Ikki ish. ham bo'lish kerak ichida. Ikkichi ham bor ekan, mo'g'oyni qaranglar. Oldida tulashni boshlabdi akalar. Xudo xolasa soni 10 dona yog'an. Mana. Ha. Hop, 4 ish, ikkichi ham bor a? Islomjon. Ikkita kishi ham bor. Ikkichi ham bor akalar. Mana xudo xolasa hammasi bo'g'aza bular. Hammasi bo'g'az. Aka, Aka, bular boshqa partiya emas. Birinchi partiyani davomi pul yengilroqlari. Davomi pul yengilroq variantidan ekan. Bunda bitta afg'onni ham bor aka, qo'ydi qarang. O'ta go'zal. Afg'onga chashishgan ekan mana shu. Afg'on ketishgan. Mana qaranglar. Oldidan tilab. Hop, bularda yosh oyligini aytib o'tdik. Puli qancha? Islomjon bularni. Aka, puli ham arzon. Qancha arzon? Narigi partiyadan Akalarimizga aka bu narigini arzonroq berasizmi bularni? ancha arzon. Ikkinchi partiya har holda. Islomjon. Lekin udan kam qo'ymas aka bular ham. Mana. Ozgina farq qilish mumkin. Yukida qo'y bastida aka. To'g'ri. Badani ham yaxshi ekan qo'yiladi mana akalar. Hop. Qanchadan qilib berasiz? 10 tasini bir joyga olaman degan akalarimiz telefon qilishadi. 7 million olsin aka. 7 milliondan telefon qo'yadimga. o'tib berasiz. O'tib beramiz aka. Islomjon, narxini chiroyli qilib kelishtirib bering uka. 7 million so'mdan kelishmaydimi? Kelishdi-yu, endi arzonroq bersangiz obunachilar rahmatini aytishadi sizga. Bo'ldi aka. Bunga ham 100 mingdan kam berilsa, 100 ming so'mdan kam berishaveradi. 6 million 6 million 900 dan bir joyga dastlabkilari qayergacha? Dastlabkasi aka Toshkentgacha ketaveradi. Toshkentgacha ketaveradi, xudo xolasa. Islomjon, Aka. yana 100 dan tushasiz bu narxini. Buncha 6.8 dan. Arzon bo'lsinmi? Arzon bo'lsin bugunga. Olsin. Barakasini bersin. Akalar 6 million 800 dan bir joyga olaman degan obunachilarimizga dastlabkasi Aka, Toshkentgacha qo'ylar mayda qo'ymas. Videoda kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. ustiga kelib ko'rsalaring ham Imkon bo'lsa bo'laveradi. ustiga kelib olsin. Lakasasini tashlab berishadi ukamiz. Ustiga kelib olsin aka, ko'ringlar ustiga akalar. rasxodlarni o'tib beraman. Xudo xolasa yana ham kelishtirib berasiz, kela Yana olsa. ham kelishib beraman. Xolasa tanlab olsa-chi, uni ham telefonda bitirasizmi, aytib qo'yinglar. Telefonda bitiramiz, ha. Telefonda bitirishadi. O'ylab qo'yishadi. U yog'ini o'zingiz kelishib olaverasiz, telefon qilishadi, xudo xolasa. Agar aloqaga chiqaverasizlar, 24 soat nomer ishlaydi, xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa,
bemalol telefon qilasizlar, ishlaring bitadi. Xudo O'zi xolasa zo'rini olaman degan odam aka 24 soat aloqaga chiqib olsin. Xudo xolasa ishlarini bitiramiz. bugunga shular Islomjon. Bugunga shular aka. Yana- Like'ni bosib qo'ysin. O videoni oxirigacha ko'rishgan bo'lsa, kommentariyaga chiroyli fikr qoldirib qo'ysin. Xudo xolasa akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bugunga shu ikki partiya qo'y chiqardik. Xudo xolasa biz kanaldan uzoqlashmaysizlar. Videoda oxirida bittadan like bosib, kommentariya yozib, kanalga podpisatsiyaga bosib qo'ysizlar. Akalar, video kengroq tarqalishi uchun do'stlaringga ham jo'natib qo'ysalar, yanada yaxshiroq bo'ladi kanalimiz rivoji uchun. Akalar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Sizlarga bunday chiroyli video obzor qilishda biz to'xtamaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.